Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Ma'mur. Dubay ko'chmaslik bozorida 2 yildan buyon ishlayman. Hozirgi vaqtda Dubay ko'chmaslik bozoridagi eng kerakli ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Oldimdagi inson Jumanazar aka, Sharq Property kompaniyasining rahbari hisoblanadi. Eng oddiy tilda investorlar uchun eng kerakli ma'lumotlarni gaplashamiz. Jumanazar aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat taklif uchun avvalo. Hozir investorlarga eng muhim bo'lgan savollarni birma-bir berib o'taman. Siz o'z tajribangizdan kelib chiqib va faktlarga asoslanib aytib bersangiz juda ham yaxshi bo'lardi. O'zi hozirgi vaqtda Dubay ko'chmaslik bozorida holat qanday? Ya'ni tendensiya qayerga qarab ketyapti? Xo'p. O'zi ko'pchilik o'yladi, bunday oxirgi barqarorliklardan keyin, ya'ni vaziyatlardan keyin endi Dubay ko'chmas mulkidagi narxlar pastga tushsa kerak deb turib ko'pchilik o'yladi. Lekin Imar kompaniyasi, Dubaydagi eng katta kompaniyalardan biri, yaqinda video chiqardiki, что oldinlari 800 ta odam masalan bu oy to'lamayman, keyingi oy to'lay deb turib email yozardi. O'sha vaziyat paytida 1000 taga yetdi. Lekin yana mana shu aprel oyidan joyiga qaytdiki, даже hattoki 700 ta odam o'z vaqtida to'la olmayman degan email yozdi deyapti-da. Endi bu juda katta kompaniya. 700 ta odam degani misol uchun nima deydi, 10 minglab odamning ichida 700 tasi, ya'ni oldingilardan ko'ra kamroq odam o'z vaqtida to'lay olmasligi to'g'risida 1 oy 2 oy vaqt berish to'g'risida email yozdi degan xabar ko'rdik. Va undan tashqari Dubayda ko'chmas mulk sohasida ochiqlik, oydinlik bor. Ya'ni nechta so'm savdo bo'ldi, nechta uy sotildi, hamma narsa prozrachniy ko'rinsa bo'ladi. O'sha yerda DXP Interact'da ko'rishimiz bo'yicha o'tgan yilgi birinchi chorakdan ko'ra bu yildagi birinchi chorakda savdosi oshganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bunday olib qaraganda savdolar ya'ni value jihatdan ham, son jihatdan ham oshgan. Demak, xulosa qilsak bo'ladi, o'tgan yildagi 3 oylikka nisbatan bu yildagi boshlang'ich 3 oylik ko'proq savdo bo'lgan qiymati jihatdan. Xuddi shunday. Yaxshi, unda o'zi investorlar uchun, Dubayga kelib yashayman deganlar uchun qanday lokatsiyadan uy tanlagan ma'qulroq? Shu haqida bir aytib bersangiz. Xo'p. Endi lokatsiya tanlash degan narsa eng muhim narsa, chunki ko'chmas mulkda ba'zilar aytadiki, eng muhim 3 ta narsa bor ko'chmas mulkda. Birinchisi lokatsiya, ikkinchisi bu lokatsiya, uchinchisi ham lokatsiya. Xuddi shunday deyishadi. Masalan, dengizi oldidagi rayonlardan tanlasangiz, ertaga qaytarib sotishda yaxshi narx oshadi. Masalan, Blue Waters tomonlarda men o'zim Imar Beachfront degan joyda tayyor uylarni sotish bo'yicha ishlaganman. Endi Dubayga shu ko'chmas mulk sohasiga endi ishda boshlagan paytimda va shunda ko'rganmanki, demak, dengizni oldidagi uylar narxi yaxshi oshadi. Ijaraga berishda ham oson qo'yasiz. Ayniqsa kunlik ijara bu yerda rivojlangan. 27 mingta Airbnb bor va butun dunyo bo'yicha Dubay turistlar soni bo'yicha 3-o'rinda turadi. Aynan shuning uchun demak Dubaydan uy olib kunlikka ijaraga berish yaxshi. Va undan tashqari qarashingiz mumkin bo'lgan narsalardan bittasi, masalan metro. Metro keladigan bo'lsa, misol o'zimizda ham Toshkentda ham metroga yaqinroq joylarmi o'sha uyda narxlar oshadi, yuqoriroq bo'ladi. Bu yerda ham metro kelishi rejalashtirilgan. Dubayni 2040-yildagi strategiyasiga qarab ko'rsangiz agar metro kelyaptimi, kelmayaptimi, bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Shunga qarab ham lokatsiya tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni qanday mulklar yaxshiroq investitsiya uchun? Misol uchun kvartira olganim yaxshimi, townhouse-mi, villami? Hozirgi vaqtda e'tibor beryapman, townhouse va villalar juda ham ko'p sotuvga chiqyapti. Endi bu investitsiyani maqsadiga bog'liq. Masalan, agar siz uzoq muddatli ijaraga yoki kunlik ijaraga qo'yaman desangiz, siz kvartira olganingiz yaxshiroq. Sababi ROI'si, ya'ni yillik daromadingiz 7% dan 13% gacha atrofda bo'ladi. Villa olsangiz, uni narxi qimmat bo'lganligi uchun ijaraga qo'ysangiz 4-5% ROI beradi yillik. Lekin qaytarib sotmoqchiman desangiz, kvartiralarda masalan o'sish bo'ladi baribir ham kvartirada ham. Lekin townhouse va villalarda juda katta narx oshadi. Chunki townhouse va villalarga talab juda ham yuqori. Dubay bilasiz, millionerlar yashaydigan joy va millionerlarga
narx jihatdan emas, balki o'ziga komfort izlaydi ular. Shuning uchun tayyor townhouse'larga har doim talab yuqori bo'lgani uchun narx ko'tariladi. Demak, investorlar uchun agar maqsadi sotib olib, kapitalni narxini oshirib, qaytib sotmoqchi bo'lsa, townhouse va villalar yaxshiroq ekan. Shunday. Agar uzoq yilga ijaraga beraman desa, kvartiralarda yaxshi daromad kelar ekan. Xuddi shunday. Xo'p, bu haqida bilib oldik. O'zi, misol uchun, Toshkentda uylar tayyor mebellangan holatda, ba'zilar remontlangan holatda, ba'zilar remont ham qilinmagan holatda topshiriladi. Aynan shu holatda Dubayda qanday holatda bo'ladi? Xo'p, Dubayda ikki holatda bo'ladi. Birinchisi, uyingiz to'liq bitgan, hech qanaqa remont qilishga ehtiyoji yo'q. Oshxona jihozlari, texnikalari, misol uchun men o'zim ham Toshkentda uy oldim. Ijaraga berayotgan paytimda muzlatkich olib ber dedi, muzlatgich olib berdim. Keyin yana shunga o'xshagan texnikalar, kir yuvadigan mashina olib ber dedi. Shunga o'xshagan texnikalar olib berdim. Va keyin ijaraga qo'ydim. Bu yerda esa shu texnikalar, ya'ni oshxona jihozlari, kir yuvadigan mashina, muzlatgichlar hamma narsa bo'ladi. Yumshoq mebellarni o'zingiz xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi kompaniyalar esa yumshoq mebellarni ham beradi va shunchaki kirib, telefon yoki kompyuteringiz bilan kirib yashashga tayyor holatda berishadi. Ya'ni mebellangan va tayyor holatda yoki yumshoq mebelsiz, u ham tayyor holatda. Parkovkalar bu yerda alohida sotilmaydi. Bitta uy oldingizmi, alohida parkovka qo'shimcha beriladi. Demak, uy sotib olsak, o'zimizga alohida parkovka beriladi. Ba'zi kompaniyalar to'liq mebellangan holatda topshiriladi. Ya'ni bu jihatdan ancha yaxshi ekan. Lekin yana bitta savolim bor, chunki Dubayga juda ko'pchilik ancha yillardan buyon investitsiya qilib keladi. Hozirgi vaqtda Dubay bozoriga kirish kech emasmi? Ya'ni Dubayni qanday planlari bor kelajakka? Zo'r. Xo'p, Dubayni 2040-yildagi rejasiga ko'ra Dubay o'zi brendga aylanib olgan. Ya'ni qachonki siz brend degan paytda sizning miyangizga keladi, ishonch keladi. Dubay o'zini va'dasida turgan, shuncha paytgacha nimadir reja qilgan bo'lsa, nafaqat aholisi, nafaqat rezidentlar, balki Amerikadan turgan mijozlarim ham Dubayni mana shunaqa rejasi bor desa ishonadi. Sabab ular har doim o'zini so'zda, va'dasida turib amalga oshirgan, shuning uchun ham hamma odam ishonadi. Va 2040-yildagi rejalariga qaraydigan bo'lsak, hali Dubay juda ham kardinalniy darajada rivojlanadi va hozirgi paytda masalan 30% nima deydi, rivojlangan desak, hali 70% oldinda va hali narxlar oshishi deyarli oldinda turibdi hammasi. Demak, hozirgi vaqtda qurilgan, biz ko'rib turgan Dubay atiga 30% xolos. Xuddi shunday. Ya'ni 70% endi quriladi. Demak, investorlar uchun ayni vaqti, ya'ni bo'lib ham noldan emas, qanchadir qadam tashlangan, isbotlangan. Endi kirsa investorlar yanada foydada bo'ladi. Shunday. Yaxshi. Endi misol uchun uy sotib oldik, Dubayga keldik, uy sotib oldik. Bu yerda yashashda bizni viza masalamiz qanday bo'ladi? Ya'ni rezident masalasi bor. Zo'r. Ya'ni buni sotib olamizmi, shunchaki tekinga beradimi? Shu haqida ham batafsil ma'lumot bersangiz. Zo'r. Xo'p, Dubaydan ko'chmas mulk xarid qiladigan paytingizda oldin $204,000 uy sotib olsangiz, 2 yillik rezidentlik berilardi, Emirates ID berilardi. Hozir esa mana shu narsa olib tashlandi. Mana oxirgi vaziyatlardan keyin endi hozir Dubaydan ko'chmas mulk oldingizmi? Siz bo'ldi, sizga demak Emirates ID olishingizga возможность imkoniyat bor. Bir dona uy sotib olsam bo'ldi, $170,000mi, $180,000, ya'ni men 2 yillik resident ID ola olaman. Xuddi shunday. 2 kishi agar egalik qiladigan bo'lsa, uyni masalan 50% qilib olgan bo'lsa, endi yoki 4 kishi farqi yo'q. Qancha kishi bo'lishidan qat'iy nazar, endi agar sherikatli bo'lib olgan bo'lsa, ularning qiymati 410,000 dirhamdan, har biriga 410,000 dirhamdan yuqoriroq summa bo'lgan bo'lishi kerak. Dollar hisobida bu o'rtacha $110,000 atrofida bo'ladi. Ya'ni men bemalol $1 million ga uy olib, misol 5 kishini o'rniga qo'yib, 5 kishiga ham, ya'ni rezidensiya olsam bo'ladi bemalol. Aslida masalan endi 5 ta ega bo'lsa, 5 ta ega bo'lsa 5 kishi qilsa bo'ladi, lekin aslida masalan siz Golden Visa oladigan bo'lsangiz $544,000, u ham oldinlari $544,000 to'lab bo'lgan bo'lishingiz kerak edi, keyin olishingiz kerak edi. Endi o'tgan yilda qaror chiqdi, boshlang'ich to'lov bilan ham bemalol Golden Visani olsa bo'laveradi degan. Endi masalan men oladigan bo'lsam, menga Golden Visa beradi, ayolimga, bolalarimga, ota-onamga 10 yillik beradi. Haydovchi oladigan bo'lsam, xizmatkor oladigan bo'lsam, bularga 2 yillik beradi.
Yo'q, juda ham zo'r, yaxshi imkoniyat. Unda yaxshi, unda keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, misol uchun Toshkentda ba'zi holatlar bo'ladi. Bitta loyiha qurilmasdan yarmida to'xtab qoladi yoki quruvchi pulni yig'adi, qochib ketadi. Dubayda bunday holatda qanday chora ko'rilgan? Xo'p, juda zo'r Ya'ni bu savol. yoqda ham shunaqa narsalar bo'ladi. Investorlarning eng asosiy qo'rquvlaridan bittasi shu. To'ppa-to'g'ri. O'zimizda, masalan, men o'zim ko'chmas mulk xarid qilganman. 2024-yil aprelda, 26-yilda, 24-yilda bitish kerak edi. 24-yilda adashdim. 2023-yilda aprelda sotib olganman. 2024-yilni oxirida bitish kerak edi. Qachon bitdi deb o'ylaysiz? Endi bilmadim, bir 3-4 oy kechikkandir. Hozirgi paytgacha ham bitgani yo'q. Yaqin oralarda kadastr chiqadi degan umidimiz bor, lekin kadastr chiqadimi yoki yo'qmi bilmaymiz. Sababi 12 etajga ruxsat berilgan o'zi aslida, lekin o'sha joy 20 etaj qilib qurib yuborilgan. Ya'ni ertaga 12 etajga ruxsat, dokumentda ruxsat bor. Undan u yog'ini, demak, noqonuniy qurib yuborishgan. Endi hali ruxsat bo'ladimi, yo'qmi bilmaymiz. Ya'ni bunday olib qaraganda, men o'sha paytda pul to'lagan paytimda ham umid qilgandim, xudo qilib yaxshi odamlar bo'lsin, shu uyim bitsin deb turib umid qilgandik. Lekin Dubayda bu narsa yaxshi tizimga solingan. Endi O'zbekistonda ham mana shu escrow hisob raqamlari, tizimlar yo'lga qo'yilyapti, bu yerda bor. Ya'ni bu qanday ishlaydi desangiz, demak, davlat o'zimizda ham agar aytaylik davlat nazorat qiladigan bo'lsa, davlatga salgina misol uchun arzimagan summa to'lash kerak bo'ladigan bo'lsa, menimcha butun O'zbekiston va siz o'zingiz ham masalan xursand bo'lgan bo'lardingiz. Aytaylik 4% uyning summasini to'lab, lekin davlat sizga kafillikni oladi. Shu uyingiz o'z vaqtida bitadi. Demoqchisizki, Dubayda misol DLD to'lovi bor, 4%. Biz registratsiya to'lovi deymiz. Xuddi shunday. Ya'ni, misol uchun bu yerda davlat o'z bo'yniga olib, bu loyiha aniq bitadi, boshlang'ich to'lov to'lasang bo'ldi, men kadastr beraman deydi va bitishini ta'minlab beradi. Xuddi shunday. Ya'ni siz aytmoqchisizki, O'zbekistonda ham shu tizim joriy qilinib, ya'ni qanaqadir banklardan escrow account ochilib, agarda uyda umumiy miqdoridan 4% ustiga ustama, ya'ni registratsiya uchun to'lasang, biz sizga aniq bitkazib beraman desa, ya'ni hamma rozi bo'lgan bo'lardi. Albatta, chunki minglab odamlar nafaqat 4% pulini, balki 100% pulini yo'qotib qo'yishyapti-da. Endi 4% ni to'lash bu menimcha hammaga ham nima deydi? Bemalol to'lagan bo'lardik O'zbekistonda shu narsa bo'lganda ham, davlat aniq bu uy bitadi degan holatda. Endi shu yerda bitta narsa haqida gapirib ketaylik. Birato'la escrow hisob raqamini qanday ishlash to'g'risida. Chunki O'zbekistonda ham bu narsa yangi yo'lga qo'yilyapti. Qanday, nima ko'pchilik bilishmaydi. Dubayda qanaqa ekanligini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Demak, qurilish boshlash uchun va undan tashqari sotuvni boshlash uchun escrow hisob raqami kerak. Agar escrow hisob raqami bo'lmasa, demak, qurilishga ruxsat bermaydi va sotishga ruxsat berilmaydi. Demak, ya'ni quruvchi kompaniya avval yer sotib oladi. Yer sotib olgandan keyin avval uni loyihasini ko'rsatgandan keyin ruxsatnoma oladi. Agar u ruxsatnoma bo'lmasa, sotuvga ham, qurilishga ham ruxsat berilmaydi. Ya'ni escrow hisob raqami ochish uchun yerni qo'yishingiz kerak va qurilishga ketadigan 50% atrofidagi pulni depozit qilib qo'yishingiz kerak. Shtobi sotuvingiz kechikib qolsa ham uyingiz kechikmasligi uchun. Demak, quruvchi kompaniya mabodo bankrot bo'ladigan bo'lsa yoki-da misol uchun qandaydir force majeure holati bo'ladigan bo'lsa, davlat bemalol olgan shu depozit puldan bitkazib bera oladigan darajada. Endi bu tarzda bu payt qanday bo'ladi desa, demak, ikkita narsa bo'lyapti bu yerda. Yer bilan depozit hamda loyihani ko'rsatish kerak. Mana bunaqa simon ishlatamiz, mana bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi deb turib, arxitekturasini tasdiqlangan bo'lishi kerak. Misol uchun 10 yil o'tib ketgandan keyin bu arxitektura qanaqa arxitektura buzinglar degan narsa bo'lmasligi uchun boshidan hamma narsa tasdiqlangan holatda bo'ladi. Va demak, escrow hisob raqami ochish uchun 50% depozit qo'ydingiz, arxitekturasini nima qildingiz, tasdiqlatdingiz.
Endi investorda tushadigan puli to'g'ri escrow hisob raqamiga tushadi. Yana o'sha hisob raqamiga tushib turadi. Shunday. Demak, escrowdan investorlarda hamma puli escrowda yig'ilaveradi. Endi escrowdan qanday qilib foydalanadi quruvchi kompaniya? 10% beriladi, 10% yerni ko'taradi, 10% qurilishni qiladi. DLD dan odam chaqiradi, keladida nazorat qiladi. Demak, hamma narsa reja bo'yicha ketyaptimi, sifatli bo'lyaptimi, qurilyaptimi o'zi, yo'qmi degan narsani nazorat qiladi, keyin sertifikat beradi. 10% bitdi degan. Siz o'sha sertifikatni escrow hisob raqamini bloklab turgan joyga berasiz, ko'radi 10% bitibdi deydi, keyingi 10% tashlab beradi. Endi shu atrofda masalan quruvchi kompaniya bankrot bo'lib qoladigan taqdirda depozit pul turibdi, hamma quruvchi kompaniya, hamma investorlarda puli ham escrowda turibdi. A quruvchi kompaniyadan B quruvchi kompaniyaga mana uni demak uyni bitkaz deydi. Ikkalasi o'zaro hisob kitoblarini qilib olishadi. Demak, qisqa qilib aytganimizda 100% ishonchli loyiha o'rta yo'lda bitmasdan to'xtab qolmaydi. Xuddi shunday. Chunki meni o'zim ham 2 yildan buyon ishlayotgan bo'lsam, hali unaqa holatni eshitmadik. Misol uchun 8 yil, 10 yildan buyon ishlayotgan tanish akalarimiz ham shu narsani aytishdi. Ya'ni biz bu joyda ish boshlaganimizdan buyon hozirgacha hech qanday loyiha to'xtab qolmadi. Hammasi topshirilib berilyapti degan narsani aynan mana shu tizim orqali ishlagan ekan. Tushundim endi. O'shaning uchun ham Dubay butun dunyo bo'ylab investorlarga o'zini ishonchli nima deydi, shahar sifatida ko'rsata olyapti. Keyin O'zbekistondan bitta uy olganimizda, misol Toshkent shahridan va aynan shu uyimizni Dubaydan olganimizda bitta solishtirib bersangiz, ya'ni Toshkentda nimalari bo'ladi, nimalari bo'lmaydi, Dubayda nimalari bo'ladi, nimalari bo'lmaydi. Ya'ni misol bo'lishi mumkin parkovka, qulayliklaridan. Birinchi o'rinda bu yerda tavakkalchilik, risk ancha kam. Chunki investor odam to'g'ri pul ko'paytirish haqida o'ylaydi, lekin birinchi o'rinda riski nima, ertaga misol uchun qanday risklarga tortilaman degan savol beriladi. Bu yerda riskka escrow hisob raqami borligi uchun risk уже почти nolga teng. Bu birinchisi. Ikkinchisi, uyingiz to'liq, misol uchun Toshkentdagi aytgan uyimga ertaga bitadigan bo'lsa, bir 10 ming, 15 ming dollar ustiga remont qilish uchun pul sarflashim kerak bo'ladi. Remont qilib topshirib. Ha. Endi undan tashqari ham parkovka sotib olishim kerak bo'ladi u yerdan. Parkovka ham bir 10-15 ming dollar qurilish payti davomida edi. Menimcha hozir endi uy bitgan paytida 15 ming dollar bo'ladimi, 20 ming dollar atrofiga uni sotib olish kerak bo'ladi. Mebellashga yana alohida misol uchun aytaylik 5-6 ming dollar menimcha kerak bo'lsa kerak. Mebellash kerak. Bu yerda mebellar bor bo'ladi, parkovkaga alohida pul to'lamaysiz, remont tayyor bo'ladi. Va yana bitta narsa shu yerda aytamanki, misol bizning qishlog'imizda Amerikaga ketgan bitta aka bor. Amerikadan yaxshi misol uchun pul ishlab jo'natgan va uyini shunaqa zo'r qilib qurganki, lekin qishloqning o'rtasida. Men aytamanki, agar mana shu uyini qishloqning o'rtasida emas, Toshkentda qurganida o'sha million dollarlik uy bo'lib ketgan bo'lardi. Chunki juda ham mehr bilan har bir narsasini e'tibor qilib qurdi. Lekin bari qishloqning o'rtasida bo'lgancha ertaga misol uchun ketgan xarajatini ham qaytarib sotaman desak, oladigan odamlar topish qiyin u yerdan. Ya'ni lokatsiya qiymat bera olmaydi. Xuddi shunday. Bu yerda millionerlar shaharchasi o'tgan yilda demak 10 mingga atrofida millioner ko'chib kelgan. Undan oldingi yil 6700 ta atrofida millioner ko'chib kelgandi. Ya'ni bu yerda baribir turizm soni bo'yicha hozir 3-o'rin turibdi. 1-o'ringa chiqish uchun maksimalli demak strategiyalar ishlab chiqilgan. Ya'ni lokatsiya jihatdan ham, конечно, albatta Toshkentdagi uyingiz narxi oshishi va bu yerdagi uyning narxi oshishi o'rtasida katta farq bor. Demak, investorlarimiz uchun, misol uchun Dubayni katta rejalari borligini bildim, ishonchliligini bildim. Bozorga kirishga kechimasligini bildim. Endi uy sotib olishim uchun qanday qadamlar ketma-ketligi bor? Shu haqida bilishim kerak degan insonlar uchun bitta yana bir tushuntirib bersangiz, ya'ni ketma-ketlik qanday bo'ladi? Zo'r. Avvalambor Dubaydan ko'chmas mulk sotib olsam bo'ladimi degan savolga javob berib ketaylik. Chunki ba'zi paytda investorlar Dubaydan o'zimni nomimga uy olsam bo'ladimi deb so'rab qolishadi-da. Ya'ni Dubay butun dunyo uchun xalqaro shahar hisoblanadi va bu yerdan ko'chmas mulkni o'zingizning nomingizga o'sha misol uchun O'zbekistonni qizil pasportingizga uy olishingiz mumkin. O'z-o'zingizga. Ya'ni o'zingizning nomingizga.
Demak, ikki xil variantdagi uylar bor. Bittasi leasehold 99 yillik, lekin biz asosan tavsiya qiladigan uylar freehold, ya'ni o'zingizga umrbod qoladigan Butun va umrga farzandlaringizga ham kerak bo'lsa, demak, o'tkazib berishingiz mumkin bo'lgan uylar. Demak, endi tartib haqida gapiradigan bo'lsak, bildingiz, что o'zingizning nomingizga uy olishingiz mumkin. Birinchi o'rinda proyektni demak tanlash kerak. Proyekt tanlab olganingizdan keyin sizga ma'qul bo'lgan variantni topganingizdan keyin planirovkasi, hamma narsasi boshiga $7,000 atrofida, ba'zi joylarda $14,000 atrofida bron qilish uchun pul to'laysiz. Ya'ni men tanlagan uy boshqalarga sotilib ketmasin. Albatta, Dubay judayam tez, dinamik bozor, ya'ni dinamikasi kuchli bozor. Ayni siz ko'rsatayotgan proyektni boshqa 20 mingdan 60 mingtagacha agent ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin o'zlarining klientiga. Klientiga tavsiya beryapti, shundan oling deb. Xuddi shunday. Bizda bunday holatlar juda ko'p bo'lgan. Masalan, bitta klientga ko'rsatdik. Menga mana shunaqa variant kerak dedi. Xo'p, mana ko'rsatdik. Amerikadan uchish kerak edi как раз shu payt. Aka, bron qilib qo'yaylik deb tushuntirdim. Amerikaga o'zim boryapman-ku, borganda olaman dedi. Keldi, u xohlagan variant topa olmadik. Yana bitta klientimiz dekabr oylarida olish kerak edi. Keyin demak, men endi dekabrda o'tkazib olay, keyin boraman dedi. Keldi, xohlagan variantni topa olmadik. Adashmasam bir haftalar davomida kutib yurdik. Keyin yaxshiroq variant chiqib qolarmikan deb turib izladik, boshqa qildik. Keyin oxiri topdik. Ya'ni xohlagan varianti chiqqanda birinchisi bron qilib qo'yish, xullas. Ikkinchisi, demak, bron qilganingizdan keyin sizga booking form degan hujjat beriladi, что bron qilganingiz to'g'risida. 14 kungacha bo'lgan vaqt ichida boshlang'ich to'lovni qilishingiz kerak bo'ladi. 10% dan 20% gacha atrofda. Demak, DLD to'lovi bilan birgalikda. DLD to'lovini to'ladingizmi, siz ishonchingiz hosil bo'lsa bo'ladi, ishonchingiz komil bo'lsa bo'ladi. Demak, bu uy sizning nomingizda. Kadastr shunda qancha vaqtda chiqadi? Ana shu 4% DLD bilan, ya'ni $288 shu atrofda to'lovi bor. Shuni to'ladingiz, admin fee deydi. Shuni to'lashingiz bilan kadastringiz chiqadi o'sha. Shunda jami hisobda agar boshlang'ich to'lovim 10% bo'lsa, plus 4% DLD to'layman. Qisqa qilib aytganda 14% pulni to'lasam, meni qo'limda kadastr bo'ladi. Ha. Kadastr bo'lishining sababi Dubay davlat ishonadi, bu proyekt oxirigacha yetadi. Chunki unga depozit qo'yilgan, ya'ni puli allaqachon turibdi. Shunday. O'shaning uchun ham kadastrda hali qurilayotgan uyga ham berilyapti. Bu oqud deyiladi. Uyingiz bitgandan keyin title deed degan boshqa hujjat beradi. U ham xuddi kadastr, faqat bitgan uylarga. Oqud esa qurilayotgan uylarga kadastr, u bilan bemalol qaytarib sotish huquqiga ega bo'lasiz. Har bir qurilish kompaniya masalan menga 30% to'lagandan keyin NOC beraman deydi. Shu demak, NOC olishingiz bilan oqud sizda mol-mulkingiz bor ekanligini tasdiqlaydigan kadastr, uni bemalol qaytarib sotishingizga ishlashingiz mumkin. Bitta narsa aytsak bo'ladimi? Misol uchun Toshkent bilan farqli o'laroq 30% to'lov qilganimizda qayta sotish ruxsati borligi haqida. Ya'ni shu haqida gapirdingiz. Aytaylik, Toshkentda qachonki loyiha bitib, kadastr chiqqandan keyin biz qayta sota olamiz. Yaxshi foyda bilan. Yaxshi foyda bilan. Lekin Dubayda kadastr sirazi chiqishini o'ziga, ya'ni birdan chiqishini evaziga, ya'ni 30%, ba'zi kompaniyada 40% ni birdan to'lash evaziga qayta sotsak ham bo'ladi. Xuddi shunaqa. Demak, ancha bu tomonlama ham yaxshi ekan. Da. Nima uchun aynan agentstvalar orqali Dubaydan uy sotib olish kerak? Juda zo'r savol. Bu masalan siz Dubaydan uy sotib olgan paytingizda ko'pchilik o'ylaydiki, demak, agentning ishi tugaydi deb o'ylaydi, lekin bizning kompaniyamizda aynan siz uy sotib olgan momentingizda biz bilan hamma proses o'shanda boshlanadi. Sababi oylik to'lovlar qilish kerak bo'lishi mumkin, hujjatlar qilish kerak bo'lishi mumkin. Uyingiz bitganda, masalan, shu yilda 2027-yil may oyida bitishi kerak bo'lgan mijozimning uyi bu yil ertaroq bityapti. Aynan 2026-yil avgust, sentyabr oylarida topshiramiz deyapti. Klientimga aytsam, avgust-sentyabrda har doim bir oyga Amerikadan o'tib ketardi, Dubay orqali Hindistonga. Aytayaptiki, men bu yil kela olmayman deyapti. Shu paytda men boramanda sinagin qilaman, ya'ni uyini qabul qilib olaman, ijarachi qo'yish kerak bo'lsa ijarachi qo'yaman, ya'ni sizga bitta uy sotib oldingiz emas, bizni Sharq Properties kompaniyasi aynan sizga xizmat qilamiz.
Siz 100-uyizni ham biz bilan oling. Nima uchun 100-uyizni ham biz bilan olasiz? Birinchidan, birinchi uyingizni oldingiz, yugur-yugurlariga, boshqa xat hujjati-yu, ijaraga berishi-yu, daromad qilishingiz hammasiga biz yordam beramiz. Ikkinchisi, demak, ikkinchi uyingizni foydali qaytarib sotadigan bo'lsangiz, foydali bo'lib chiqdi. Demak, ishonchli odamingiz bor Dubayda. Sizga уже yana bitta risk qilib ko'rishingiz shart emas. Yana misol uchun nima deydi, yangi agent izlash yoki boshqa narsa shart emas. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, o'zlaringiz olib berasizlar, keyin sotib berishga yordam beriladi. Shunday. Keyin to'lovlarida, ya'ni to'lovlarni yuborsa, olib to'lab qo'yish masalasida. Shunday. Keyin viza masalasi qanday bo'ladi? Ya'ni vizaga ham hujjatlarni klientlar kelib o'zi topshiradimi yo sizlar? Bu masalada ham, demak, sizga Dubay ko'chmas mulk masalasi bo'yicha one stop shop, ya'ni bitta joyda kelasiz Sharq Propertiesga. Bo'ldi. Hamma masalani biz o'zimiz, demak, hal qilib beramiz ham. O'zimizda hamkorlarimiz bor, juda tezlikda ishlaydigan. Demak, qaysi joylarda, qaysi joylar o'zimiz, demak, bizning vakolatimiz bor bo'lgan joylarda, конечно, o'zimiz qilib beramiz. Bizning vakolatimiz yo'q bo'lgan joylarda, masalan, ishonchli hamkorlarimiz bor. Ular juda ham tezlikda ishlarni bajarib berishadi. Yana ba'zi, ya'ni internetda kuzataman, ba'zi agentlar men orqali olsangiz iPhone sovg'a qilaman, men orqali olsangiz bu sovg'a qilaman degan takliflar bor. Ya'ni bu narsaga qanday qaraysiz? O'zi sizlar ham biron bir sovg'a qilasizlarmi iPhonemi? Zo'r. Meni Instagramni kuzatsangiz agar, birorta videoda bunaqa narsa demaganman. Chunki Dubay ko'chmas mulkini sotishni o'zi bitta juda ham ajoyib narsa. Ya'ni Dubay ko'chmas mulkini sotishni o'zi berayotgan puliga nisbatan olayotgan narsasi, agar zo'r narsa berayotgan bo'lsangiz, shuni o'zi katta qiymat. Bu birinchidan. Endi shu Dubay ko'chmas mulkini sotishni bunday olib qaraganda, shu professionalniy sotmasdan turib iPhone orqali sotish degani, bu degani Dubay ko'chmas mulkini sota olmayapti deganda. Shunaqa zo'r narsani sota olmasdan qo'shimcha iPhone bilan sotyapti-da. Endi ertaga qaytarib siz bilan butun umr ishlash kerak-da. Ya'ni ijaraga berishingiz mumkin, qaytarib sotishingiz mumkin. Qaytarib sot degan paytingizda sota olmaydi u odam. Chunki u odam faqat iPhone beribgina sotishi mumkin. Aksariyat odamlar, to'g'ri, endi ba'zi birlar aldanishi mumkin, buni misol iPhone beryapti ekan, bu hech narsa bermayapti ekan deb. Lekin aslida o'ylash kerakki, bugun bittagina iPhone emas, balki ertaga qaytarib sotishda qancha foyda. Misol $150,000 foyda bilan sot desangiz, $150,000 bilan foyda bilan sota olmaymiz. Arzonroqqa sota olamiz deydi-da u odamlar. Sizga qaysi biri qiziq? Ya'ni bugungi bitta iPhonemi yoki uzoq umrdagi ishonchli, professional, demak, sizni uyingizni sotish kerak bo'lsa, chiroyli narxda sotib bera oladigan, ijaraga qo'yish kerak bo'lsa, chiroyli narxda ijaraga qo'yib beradigan bunaqa hamkorman. Siz oddiy aytmoqchisizki, ya'ni uyni sota olmagan, ya'ni tayyor bo'lganda ham sotib bera olmaydi, birinchidan. Ikkinchidan, u sizga misol uchun boshqa bir iPhone nimanidir taklif qilyaptimi sotish uchun. Chunki o'zi hali professional emas, ya'ni sizga yaxshi tavsiya bera olmaydi. Misol uchun $1000, $1,500 iPhone ga uchib, aytaylik, ko'chmas mulklarimiz narxi, misol eng arzoni 170 mingdan boshlanadi, ketadi yo'q. $400-500 ming xato qilib qo'yishsa hech kim xohlamasa kerak. $1 million mulklar bor. Aytaylik, uni yaxshi analiz qila olmaydigan odamga misol uchun topshirib qo'yish xatoda o'zi aslida. Xuddi shunday. Meni ustozim bor, masalan, mana shu ko'chmas mulk sohasida 13 yillik tajribasi bor. Biron marta iPhone olib beraman deb aytmagan. Umuman olganda, misol uchun mijozlarimiz keladigan bo'lsa, biz o'zbekmiz, qadriyatlarimizda mehmondo'stlik bor. Mehmondo'stlik tomonlama umuman muammo yo'q. Lekin marketing qilib, men iPhone olib beraman deb unaqa sotilmaydi. Ya'ni biz shunday sotmaymiz. Sababi biz professionalni sotamiz. Xudoga shukr sota olyapmiz. Shu paytgacha professionalni. Ertaga ham shu odam bilsa bo'ladiki, uni uyini ham ertaga professionalni sotib beramiz. Sotib beramiz, ya'ni foydasi bilan xudo xuddi xolasa. shunaqa inshaalloh. Ya'ni bizda demoqchisizki, kutib olish, mehmondo'stlik hammasi o'z o'rnida, faqat ya'ni ortiqcha sovg'alar qilib marketing taklif qilmaysiz. Jumanazar aka, o'zi Dubayda to'lov usullari qanday? Ya'ni men to'lamoqchi bo'lsam, uy bitguncha rassrochkami? Ba'zi videolarda 6-7 yilligini ko'ryapmiz. Qanday holatda bo'ladi? Shu haqida bir tushuncha bering. Xo'p, ikki xil varianti bor. Aslida 3 xil variant desang bo'ladi. Birinchisi naqd
100% to'lash. 100% to'lash. Xo'p, endi ikkinchisi uyingiz bitgunicha bo'lib rassrochkada Rassrochka. to'lab berish. Bu 2 yil bo'lishi mumkin, 2,5 yil bo'lishi mumkin, uyingiz bitgunicha. Ha, uy bitganda to'lab bo'lgan bo'lishimiz kerak. Masalan, siz 200 ming dollarlik uy oladigan bo'lsangiz, sizga 200 ming dollar emas, 100 ming dollar kerak. Boshida demak 40 ming dollar atrofida boshlang'ich to'lov to'layapsiz. Oyma-oyga masalan 2 ming dollar atrofida to'lab ketasiz. Qolgan masalan 50%ni uyingiz bitganda to'lab, demak, xohlasangiz 50%ni to'lamasdan turib qaytarib sotsangiz ham bo'ladi. Bu variant ham mashhur. Misol uchun Filippin deydi, qaytarib sotish uchun oladigan odamlar 200 ming dollarlik mol-mulk uchun 100 ming dollar ishlatyapti-da, keyin qaytarib sotyapti. Ya'ni ishlatgan puliga nisbatan 250 ming dollarga sotsa, ishlatgan puliga nisbatan 50% daromad qilish. Ya'ni 200 ming dollarlik uy uchun bitgunicha 100 ming dollar to'lab beryapti. Uni ham bo'lib to'layapsiz. Uyimizning narxi misol shu 2 yil yoki 3 yil davomida 30% ga yoki 25% ga oshadigan bo'lsa, uyimiz narxi 200 ming, 250 ming dollarga aylanadi. Ya'ni 100 ming dollar pul tikib, 50 ming dollar ishlab olsa bo'lar ekan, ya'ni. Xuddi shunaqa. Investorlar uchun juda yaxshi usul ekan. Yana qanday usullari bor? Bundan ham yaxshiroq bo'lgan. Ikkinchi usuli, demak, uyingiz bitgunicha aytaylik 60% yoki 70% ni to'laysiz. Qolgan 30% yoki 40% ni esa uyingiz bitgandan keyin ijarachi qo'yib, ijarachidan yopib yuborsangiz bo'ladi. Masalan, o'zimizda men misol uchun nima deydi, o'sha aytgan uyimizni kalitini berdi, lekin hali uy to'liq bitgani yo'q. Lekin kalitini berishdi, shu ichkarini remontini qilaveringlar deb turib. Kalitini berayotgan paytimizda, olayotgan paytimizda sizlarni masalan 2 million so'm qarzimiz qolib ketgan ekan, o'sha 2 million qarzingni beringlar, keyin kalit beramiz deyishdi. Ya'ni bizda kalit olayotgan paytda hamma narsani hisob-kitob qilib qo'yishingiz kerak. Bu yerda esa aytayaptiki 60% ni, ya'ni 200 ming dollarlik uy bo'ladigan bo'lsa, 120 ming dollarni to'layapsiz siz, yoningizdan qo'yayapsiz. Qolgan 80 ming dollarini esa ijaraga qo'yib, ijarachidan kelgan pul orqali yopib yuborsangiz bo'ladi. Bu qancha muddatgacha qolgan 80 mingni rassrochkaga beradi? 3 yil, 3,5 yil mana shu atrofda. Bu degani uy bitguncha 3 yil muddat bo'lsa, uy bitgandan keyin yana 3 yil. Shunda bizga 6 yilga rassrochkaga beradi. Xuddi shunday ham. Demak juda yaxshi imkoniyat ekan. Misol uchun investorlar uchun, men o'zim ham 2 yildan buyon ishlayotgan bo'lsam, aynan mana shu usul juda yaxshi hisoblanadi. Chunki siz aytaylik 1 million dollarlik mulk oladigan bo'lsangiz, bitguncha 60% ni to'lab bersangiz, qolgan 40% ni, agar raqamda aytadigan bo'lsak, 400 ming dollarini ijarachi orqali yopib borsangiz bo'ladi. Men shu yerda bitta narsa aytib ketayin. Bitta kitob o'qib qoldim-da. Kitobning qaysidir qismida mana shunday deb yozilgandi. Sen masalan million dollar ishlash haqida o'ylashing kerak emas. Sen dastavvalga topgan 100 ming dollaringni yaxshi sarflash haqida o'ylashing kerak degan. Keyin shuni aynan mana shu post handover, ya'ni uyingiz bitgandan keyin ham to'lab yurishga juda mos kelar ekan. Keyin ha dedimda, bu yerda masalan aytaylik bitta quruvchi kompaniyadan uy oladigan bo'lsangiz, 120 ming dollarini bo'lib to'ladingiz. Qolganini ijarachidan qopladingiz. 100 ming, 120 ming dollaringiz 200 ming dollar bo'ldi. Keyin uyda o'zini narxini ham oshishi bor. Uyda o'zini narxini oshishi bor, demak 250 ming dollar bo'ldi-da, bunday olib qaraganda. Ya'ni siz 100 ming dollarni to'g'ri ishlatdingiz, 100 ming dollar pulingiz уже bunday olib qarasangiz, oxirida 250 ming, 280 ming dollar atrofida pulga aylanyapti-da. Ya'ni o'sha gapni menga juda yoqqan, juda zo'r insight bo'lgan. Men demak, dastavvalgi 100 ming dollarimni yaxshi ishlatish haqida o'ylashim kerak ekan. Dastavvalgi 200 ming dollar pulimni aqlli ishlatishni o'rganishim kerak ekan deb, keyin men shu post handoverni ko'rgan paytimda, demak, o'sha gap mana shu yerga juda to'g'ri kelar ekan deb o'ylagandim. Demak, hammasi yaxshi. O'zbekistondagi investorlarimiz yoki Dubayga yashashga kelish uchun uy olmoqchi bo'lganlar sizlarga qanday murojaat qilsa bo'ladi? Xo'p, ekranda telefon raqam chiqaramiz va undan tashqari mana shu videoni tagida link qoldiramiz. Bu link orqali, demak, ro'yxatdan o'tishadigan bo'lsa, operatorlarimiz telefon qilib batafsil ma'lumot berishadi va Dubaydagi ko'chmas mulk mutaxassislarimizga, demak, bu bozorni yaxshi biladigan mutaxassislarimizga ulab beradi. Xudo xolisa, yaxshi, demak, lokatsiyadan boshlab, yaxshi loyihalarni ertaga qaytarib sotishga, ijaraga yaxshi bo'lgan loyihalarni tanlab, xudo xolisa, uy sotib olishga yordam beradi. Buning uchun, demak, quyidagi linkni bosib, ro'yxatdan o'tsa bo'ldi. Bo'ldi.
Rahmat. Sog' bo'linglar, Sog' hammaga bo'linglar. vaqt uchun ham. Sizga ham rahmat, Ma'mur aka va tomosha qilgan kuzatuvchilarga ham rahmat. Sog' bo'linglar.